akalar o'z oilam bilan ijarada turaman. Shu kran buzilganiga uy egasi uyi bo'shadi deyapti. O'shanga sal kelishtirib qilib bersanglar, qo'ldan kelsa, iltimos. Bo'ldi aka, hal qilamiz hozir. Xo'p bo'ladi. Sizlar qo'shib yozganman. Ustidan sal qimmatroq hisoblaysizda, menga o'sha yerdan 10% berasiz. Uy egalari sizga pul berishmayaptimi? Ha yo'q, aka. Bu tirchilik bu. Aka xorrom ishlaringni biz do'konda qilmalaring. Hipster spiskasini berib yubor. Kelishib olganmiz. Sizlar yo spetsialniy qilyapsizlarmi? Yo'q, nima bo'ldi o'zi? Sizlar bilan birgami bu? Ha, bizlar bilan ishlaydilar. Mana sizni sherigingizni bizga yozib bergan spiskasi. Ham qo'shim narsa yozgan, ustiga 10% dan qo'shib hisoblatyapti. Hasan, kutmagan edim. Sen bilan unaqa ishlamagan edi-ku. Uy egasini boya eshitding nima deganini. Qiynalgan oila ekan. Mana shu harom luqmani oilangga yedirasanmi? Bo'ldi. Formani yechganda surbetdan.